Bu juda katta va juda chiroyli. Shunday emasmi? Ushbu qishloq xo'jalik hududi Liberis qirolligining faxridir. Bu uchundan ham ajoyib. Ustoz, bu yerga birinchi marta kelyapsizmi? Ha, albatta Bidenda ham ko'plab dalalar bor. Ammo bunday katta dalalar ko'zni qamashtiradi. Quyoshli bo'lsa, yanada go'zalroq bo'lardi. Bugun ob-havo qandaydir yomon. Keyingi safar ishim yo'q kunlarda yaxshi ob-havoda kelishga harakat qilaman. Hamma to'xtasin. Zot oliylari, rostdan ham bu yerda tushmoqchimisiz? Avvaldan buni rejalashtirgan edik. Malika Salakiya xavfsizligi birinchi o'rinda turadi. Men buni senga ishonaman. Xo'p bo'ladi. Yaxshi, ruxsatingiz bilan. Ha. Dastlabki rejaga ko'ra, ular dalaga tushib ekinlarni yaqindan ko'rishlari kerak edi. Ular kechagi hujumdan keyin qo'rquvga berilib ketgandek tuyulishiga yo'l qo'ymaydigan ko'rinadi. Bu yerda barcha taraflarni yaxshi ko'ra olamiz. Ritsarlar tashqi perimetrda qo'riqlashmoqda. Shuning uchun qotillarga hujum qilish qiyin bo'ladi. U juda yaxshi hosil olgan. Bu ajoyib. Bularning barchasi dehqonlarning mehnati tufayli. Endi qaytsak ham bo'ladi, to'g'rimi? Ha. Buni ko'rish yoqimli edi.